Damas'dagi klapini tortish. Xo'p, birinchisi 1 2 3. Xo'p, bu bosilgan vaqti o'zi rasvalli 3 tumshuq mashq keladi. Kurashaydi orqa tomoniga keladi. Mana shu ikkalasi tortiladi. Xo'p, buni sho'p sovigan holatda 0.15 bo'ladi. Shotga bunisi sal bo'shata olamizda. Salgina buni qisamiz. İşte mana ozroqroq qisamiz. 12 lik bo'shata olib. Qattiq bo'lib qoldimi nima? Sal og'irroq qilib, qisganiga yumshab qoladi. 12 likni xotiramiz. Shu atirga joy aylanmaslik kerak, обязательно. Mana. Chotka. Mana shu holatga shuniki bo'ldi. Xo'p, bu bosilgan vaqti, qaytadan bosilib qolgan vaqt bu tortiladi. Yana oldinga aylantirasiz, bu bosiladi. Bu bosilgan vaqti 3 tortiladi. Xo'p, keyin bir bosilgan vaqti o'rta tortiladi. Xuddi shunday. Qaytaraman. 3 bosilgan vaqt, 3 tepa bosilgan vaqti birinchisini tortiladi. 2 bosilgan vaqti 3 tortiladi. Oxirgi bir bosilgan vaqti o'rta ligrovka qilinadi.